Assalamu alaykum qarindoshlarım. Uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchrayotidi. Erkiy qirg'inchilik uchirgan millat zimin deb chiqdi. Amerika hukumatı Xitoyning jinoyatini erkiy qirg'inchilik, Uyg'urlar erkiy qirg'inchilik uchrayotidi deb bekitgandan keyin boshqa davlatlar cho'qimli agishidi. Ham bu erkiy qirg'inchilik jinoyati bekitilgan Xitoyga nisbatan jazomi yurgizildiganligiga, uning oqibatining qanday bo'lganligini hammamizga ayon bo'lishi mumkin keyin. Həmin əsri körümüz işlər aldığımızda. Mahmudcan İnayətnin vəqəsini mən 2 gün baldır sözləyən idim. Mən ayalımı sürüşdürdüm, ətrafındakı dostlarımı sürüşdürdüm. Bu qarindaşlarımız bilan münasibətimi yaxşıdı. Bularning nima gunohi bor deb so'rsam, mehnatkeşlikmi gunoh? Hada, Zumrat xonim. Bular Xitoylarni kirgizmaydi oshxonasiga. Rədd qılatdı, şu ağır günahda, dedi. Nəhayət bir açıq bir jığa yoki kulka özünlər tanlab elinglar. Türkiyədə canamaq təs, lekin mehnat qilib yaşayotgan ailələrə texmi təs. Türklər qol uzatmasımı Uyğur tillik Xitoy qalçıları aramını buzğan. Uyg'urlar arasındaki jiq mehnatkash oilalar mushundaq ishlarga uchrayotidi. Savol qo'yib beqinglar. Ishni o'zimizning ichidan boshlamdik yoki sirtdan boshlamdik? Vatanning ichidagi bir narsalar, bir videolar chiqib qolsa degan tugishib ketisizlar. Vatanning sirtkilarga-chi ego bo'lib beqinglar. Xoin munofiqlarga yo'qmi deyolmaysiz, o'muyibmi qarayolmaysiz. O'ylab beqing. Men bu to'g'riliq yana Nahmaydan qilishim bor. Endi Wang Yini kutib olish murosimlarim bir oyoqlashdi. Ma ishni vaqtida chiroyli hal qilishinglarni umid qilaman. Agarda satlashayli desak, ko'p qismli televiziya teatrdak men ravru sunima bu ishni. Rahmat sizlarga.